Assalomu alaykum, siz uchun kanalining obunachilari va YouTube tomoshabinlari. Yana bugun sizlarga terak haqida, narxlari haqida ma'lumot berish uchun Namangan shahar Hasanobod yog'och bozoriga kelganmiz. Do'stlar, bu joyda har xil o'lchamdagi terak mahsulotlari bor ekan. Do'stlar, bular haqida batafsil ma'lumotni va narxlar bilan sizlarga bilib beramiz. Do'stlar, videoni bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, yo'qotib qo'ymaslik uchun kommentariyada esa o'z fikr va takliflaringizni qoldiring. Biz uchun juda ham muhim. Do'stlar, qurilish qilgan va tusillik, lagalik olamanda qidirib yurgan tanishlaringizni videolarimizni jo'natib qo'ying do'stlar. Barchasi. Xo'p do'stlar, endi bu tomonda 5 metrlik tusillarimiz bor ekan. Bularning haqida ma'lumotini va narxlari haqida Hasan akamiz yordam beradilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rmon aka, charchama. Salomat. Xo'p aka, endi bularning narxi haqida xudo xolasa qulay qilib berasiz degan umidda Qulay narx. keldi. Va obunachilarimiz uchun xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa bir chekkadan ma'lumotini berishni boshlaymiz. Aka, bu 5 metrlik tusun. Narxi 150 ming so'm aka. Baquvvatligi katta. Do'stlar, mana ko'rinayotgan bo'lsa, Ashno 5 metrlik. ichlari qanaqa aka buni? Ishlari ham zo'r bilan ichi ham. Xolos, Endi ichlari ham- bitta kichikroq bor, lekin zo'r. Ichlariga ham kafolati bor, xudo xolasa. Ha, kattalik katta. Ko'rib turibsiz-ku. Chiqarishlik shunaqa. Hali qalinroq loy bosaman deydiganlarga ham yaraveradi bular. Ha, bo'laveradi. Xotirjon bo'ladi. Ichi 4 metr, 420 qilib bo'lgan katta xonalarga 5 metrlik bo'laveradi. Qanaqa navdagilari bular? O'zbekiston. O'zbekiston Ha, navdagilari. toza tera, ha. Ishonch. Keyin manularda bor, katta yerda boy to'sin deydi buni. Maydasi yo'q, hammasi katta. Ya'ni bu saralab Yeri, sara. yer to'sin deyiladi. Ha. Ha, do'stlar, necha metrlik bularimiz? 5 metrlik katta boy to'sin. Maydasi yo'q ichida, endi garantisini beramiz. Bular ham O'zbekiston namli. O'zbekiston toza. Do'stlar, mana oldi, orqa kuch taraflari. Ya'ni bu yerda juda ham ko'p ekan. Ko'proq olaman deganlar. Ko'proq olaman deganlarga boy to'sin qilib qo'yilgan. Necha puldan qilib beramiz? 250 ming so'mdan qilib beramiz buni. Tanlab o'lishaveradi. Tanlab o'lishadi, yoqqandan o'lishadi. Do'stlar, mana tanlab olish imkoniyati bor ekan siz azizlar. Mana 430 lar bor. 430 lar. 30 bor ekan do'stlar, mana. Bu ham zo'r. Pachkadan necha donadan biladi? 20 bittadan. 20 bittadan bor. Hop, bunimiz 5 metrliklari. 5 metrlik mashina. Hop, do'stlar, mana bu taglari ko'rinayotgan bo'lsa, Birinchi bu teran tag qismlar. qalinligi yaxshi. Hop, uchlari mana ko'rinayotgan bo'lsa, uchlari shu holatda. Do'stlar, Bular 430. 430liklarimizni taglari. Bularimiz necha puldan chiqadi? 100 ming so'mdan qilib beraman. 100 ming so'mdan. 430. Baquvvatligi, kattaligi katta. Zo'r saranasi. Yana qanday razmerdagi o'lchamdagilarimiz Mana 4 metrlik sarroblarimiz bor, mana 4 metrlik sarroblarimiz bor. Bir xilda bu ham. Do'stlar, mana o'lchamlar, diametrlari. Bularimiz necha puldan chiqadi? 50 ming so'mdan qilib beraman 4 metrlik sarrob, baquvvat sarroblar. Bir pachkada necha donada? 20 bitta, 28 ta qilib pachkalanadi bilan. Yo'g'onligi, ingichka, bashti zo'r ichida. Xudo xolasa chiroyli saralab terilgan bular. Saralar ingichkasi yo'q bilan ichida. O'shani hisobiga 50 ming so'mdan qilib beraman. Mana 3 metrlik ustunlarimiz. To'sin qilsa ham bo'ladi, oyvon to'sin qilib. Do'stlar, mana 3 metr o'lchamdagi diametrlari yaxshi. Xudo xolasa. 25 mingdan qilib beramiz buni. Donasi 25. Ha, 25 ming so'mdan. To'singa Ishlari ham behijolat. Ha, ishlari ham yaxshi, zo'r. Do'stlar, mana bu tomonda ingichkaroqlarimiz bor. Ingichkaroqlar 10 ming so'mdan qilib beramiz bilan. Bular ham O'zbekiston naviga tegishli. Hammasi O'zbekistondan. Hali ishonchli, xudo xolasa, nima yashiqqa ishlatiladigan kaliforlar Yo'q, O'zbekiston o'zida tera. aytib qo'yiladi bularni. To'g'ri, aytiladi. Nima boshqa deb ogohlantirib qo'yiladi. Keyin mana brusimiz bor, 14 ga 7. Pilchovoy bu ham. Do'stlar, mana uzunligi 4 metr. 4 metr. Bularimiz necha puldan chiqadi? 100 ming so'mdan qilib beramiz. Do'stlar, bu tomonda mana vassalilarimiz bor ekan, ini serbarlar ekan. Xudo xolasa juda chiroyli. 2 metrlikmi bular? Ha, 2 metr 2.10 gacha. Dona barmi, kvadrat barmi?
kvadrat 21 mingdan donasi 7 ming so'm. Mhm. Kelishgan narxda 6,5 ming so'mdan qilib beradi buni ham. Ko'proq olaman deganlarga xudo xohlasa yana ham o'tib beriladigan joy bor. Kelishtirib beriladi. Mana 4,5 mana ular. Do'stlar 4,5 metr. 4,5 yo'g'onligi ham zo'r, ko'ring. Hop, do'stlar bu quruqroqqa o'xshaydi, Ha, rangi o'zgarib baqqatligi ham zo'r, 4,5. 4,5 ekan. Hop, keyingilarimiz-chi yana strapillarimiz. 4,5 narxi bilan 100 ming so'mdan qilib beradi. Hop, bular 100 ming so'mdan chiqadi. Ha, keyin mana 6 metrli to'sinlar bor. Ularni ham bundoq ko'rsating. Do'stlar mana 6 metrlik kerakdigan insonlar uchun, qidirib yurganlar uchun Tekis mana. mana bu taglari yuqori. Ama tekisligi zo'r ekan do'stlar. Xudo xolasa ichlarigacha Zo'r ishlari. zo'r terib berilgan. Xudo xolasa chiroyli qilib. Teran tagi qismi Do'stlar birinchi qurilish bu. qilayotgan, to'silli, lagali olaman deb yurgan do'stlaringdagi joy. Birinchi bu, hammasi. Askar aylanib turib, hammasi bor. Tekisligi truban singari. Chiroyli parvarishda ustirlagan ekan uni do'stlar. Bularni 220 ming so'mdan qilib beramiz. 220 ming so'm. Ha, haligi anaqa narsa emas, yolg'on gapiribman. 220 mingdan qilib berdim. Mana 5 metrli to'sinlarimiz 150 ming so'm. Mana 4,5 bilan 100 ming so'm, 110 ming so'mgacha qilib beraman. Mabodo do'stlar videoni ko'rib kelishsa, men tanlab olaman deydigan insonlarga variantlaringiz bormi? Variant bu. Bemalol, bexijolat, behijolat. Kelishsa bo'ldi. Murosa qilib chiroyli qilib jo'natiladi. tanlab olish imkoniyati bor. Tanlash bemalol. olish imkoni bor. Hop. Mana chiroyli 4 metrli sarroflarimiz, mana baquvvat sarroflar. Do'stlar mana 4 metrli sarroflar 50 mingdan qilib beraman. Baquvvatligi zo'r. To'singa oyvon to'sin qilib qoqsa ham bo'ladi, qo'ysa ham, sarrof qilib qoqsalar ham zo'r bo'ladi. ya'ni oyvonlarimizga nisbatan loy bostini kamroq ishlatilgan hisobiga bular ko'tarib beraveradi. Ko'tarib beraveradi. Xizmat. 50 ming so'mdan qilib beraman. 50 ming so'mdan. Do'stlar kommentariyada fikrlaringizni qoldiring narxlar bo'yicha. Mana 6 metrli to'sinlar yana bor. Xo'p, mana do'stlar bu tomonda juda ham ko'p ekan. Mana. Hammasi pachkalar qo'yilgan. Pachkada nechta o'rnadan bular? 21 tadan, 15 tadan qilib pachkalangan. Do'stlar mana eshitdinglar, tanlab olish imkoniyati bor. Kelasizlar, ko'rasizlar, gaplashib, murosa qilib, xudo xolasa. Narxi ham qulay. 200 ming so'mdan qilib berib yuboramiz 200 bularni. ming so'mdan. Xo'p, do'stlar mana eng Birinchi boy. tag qismlari yuqori. Xudo xolasa loybosini ham qalin bossangiz ko'taradi, xudo xolasa. Ko'rib turganingizdek hammasi juda ham chiroyli holatda ekan mana. Parvarishi juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Bularni ham nima O'zbekiston a? Hammasi O'zbekiston. Tekis igri yo'q ichida. Do'stlar mana bu tomon juda ham ko'p pachkada bor ekan. Hop, bu tomonimiz Bu 4,5 bular. 4,5 110 ming so'mdan qilib beraman. Baquvvat 4,5 dan. bular quruqqa o'xshitdi, anchadan Quruq, shuni over bosaveradilar. Hali tashib yubormaydi, Yo'q, tashormay. o'silsa. Hop, yana qanaqa mahsulot? Mana strafil va 4 metrli haligi cho'rnilarimiz bor, vaselin. Cho'rni patolog, ya'ni bizda vassali deyiladi. Ha, 4 metrli igna servarlari ham bor ekan do'stlar. 20 mingdan qilib beraman. Donasi 20 ming. Donasi 20 metrli. Servarligi yaxshi ekan do'stlar. Servarligi zo'r. Qarachi 35 qarga, 30-35 atrofida. 20 dan o'sha 35 gachalik qolsa bo'ladi. Ha. Mana 12 to'r strapilli kiyim. Do'stlar, bular strapillik uchun. Hop, bunimizni ish bilan chiqadi. 45 ming so'mdan qilib beraman. 45 ming so'mdan chiqadi. Hop, ba'dagi kichik vassalarimiz ham aytdik-a. Mana 2 metrli vassa, 3 metrli, bu 3 metrli Bu vassa. 3 metrligi bor ekan. 3 metrlik kamdan kam bo'lardi. Hop, bunimizni ish bilan chiqadi. 15 ming so'm, 14 mingdan qilib beramiz. Donasiga Donasiga chiqadi. Hop, do'stlar, bu 4,5 dan ular. mana keng assortimentda bor ekan. To'silli, lagali, vassalilar. Bemalol aloqaga chiqasizlar, telefon raqamini ekranni pastga qo'yib qo'yganmiz do'stlar, hammasi. Hop, do'stlar, mana bu tomonda ham 4,5 metrlik. 4,5 metrli. Ularimiz-chi, narxi qanaqa? 170 ming, 180 ming sotilgan bu to'sinlarni hozirgi kunda mana shu 135 mingdan qilib beramiz. Ammo yo'g'onligi zo'r. Bular ham pachkasiga kafolati bor. Ularni Kelishilgan holda tanlab olish imkoniyati yana ham bor. bor, kelishgan holat. Kelishgan holatda murosa qilinadi. Murosa qilamiz. Pachka narxi boshqacha, tanlab olish narxi boshqacha bo'ladi. Kelishgan holat chiroyli qilib beriladi mana. 4,5 baquvvatligi zo'r. Tanlab olishda oz-moz narxi o'zgarishi mumkin. Mana cho'rnilar bor mana. Servar Aytib o'tdi 7 ming so'm,
7,5-8 ming sotilgan 6,5 mingdan qilib beramiz chorniyni ham. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Mana 3 metrga ustumchalar. Ustunchalar ham. Ustum, straplga ustum qilinadi masala bilan. 35 ming, 40 ming sotilgan. Hozirgi kunda mana shu 25 ming so'm. Xudo xolasa Hozirgi kunda, ha. xalqqa foydasi uchun. Mana shular ham 4,5. Yo'g'onligi zo'r. Sarrop strapillar bag'da orqasida aka. 5 metrli sarropliklar bilan. Do'stlar, bag'dani strapilli, sarropli 5 metrli ekan bularimiz. 5 metrli sarropliklarimiz 50 ming so'm bo'lgan bilan. 70 ming sotilgan 50 ming so'mdan qilib beramiz bularni ham. Hozirgi holatda 50 ming so'mdan ekan do'stlar. Narxlar ma'qul kelayotgan bo'lsa, videoga bitta like bosib keting, kommentariyada o'z fikrlaringizni. Eng kichikroqlari bor, ana kashaliklari 25 ming so'm. Ya'ni mana ular. Ha, eng kichiklari, ha. Qolganlariga bularga nisbatan sal ingichkaroq bo'lgan do'stlar bularimiz. Mana bag'dada ham qancha serob. sotishni juda yaxshi bilishadi. Mana bag'dagilarni olingan, bag'dagilar ham serob. Tekisligi, anaqaligi zo'r. Mana ular ozzon, mana ular ozzon strapilliklari. Bular 30 ming so'm. Mana yo'g'onlari 50 ming so'mdan qilib beramiz. Mana keyin 4 metrli sinch kashali so'raganlar ham bor. 10 ming so'mdan qilib beramiz. 15 ming sotilgan, 20 ming, 15 ming sotilgan, 10 ming so'mdan qilib beramiz. Do'stlar, narxlar sizlarga ma'qul kelmoqdami? Qurilish qilayotgan tanishlaringizga videolarni jo'natib qo'ying do'stlar. Xudo xolasa ular ham manfaatli taklifdan xabardor bo'lib qolishadi. Mashina bozorning ichkariga joylangan. Do'stlar, telefon raqamiga aloqaga chiqsanib, bemalol lokatsiyasini tushuntirib qo'yishadi. Bemalol to'p kelsa, xudo xolasa, mana asosiy yo'ldan ozgina kirganingizda mana ikkinchi, uchinchi yo'ladi ekan do'stlar. Ha, Hasanobod mashina bozori lokatsiya.